Aka, bir minutga. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Savolim bor sizga. Dunyoning eng chiroyli shahri qaysi? London, Parij yoki Dubay? Qanaqa London, qanaqa Parij ukam? Dunyoning eng go'zal shahri Jizzax bo'ladi. Qanaqasiga? Chunki unda zomin bor. Anor anor biyova bolinam shab. Parijga teng foriji bor. Anor anor biyova bolinam shabnam gulinor biyova bolin. Dunyo tan olgan hamma yaxshi ko'radigan somsasi bor. Anor anor biyova bolinam shabnam gulinor biyova bolinam. Oy anor anor. Bilasanmi, Jizzaxdan buyuk insonlar chiqqan. Qanaqa? Anor anor biyova bolinam shabnam gulinor biyova bolinam. Oy anor anor biyova bolinam shabnam